Buni hammaga ko'rsatish yaxshi emas. U jang maydonida yaltirasin. Bu zirh to'plami to'liq ta'mirlangandan keyin uni siz uchun o'rab qo'yamiz. Aytgancha, general xonimning ahvoli qalay? Jejin qaynatib berganimdan keyin ahvoli yaxshilandi. Hozir orqadagi o'rmonda mashq Men borib ko'rib kelaman. Ajoyib xonim. Demak, to'liq tuzalibsiz-da. Menga berilgan gensen. U juda samarali ekan. Hozir kuchimni 30% tikladim. Faqat 30%? Lekin unchalik kuchli emas. Bordi-yu, men sizni zarbalaringizdan birozginasini o'rgansam-chi. Sizning o'rganish davringiz allaqachon tugab bo'lgan. Men esa jang san'atini 7 yoshimdan boshlaganman. 13 yil davomida men to'liq faqat o'rgandim. asosiylarni aytyapman. Axir bu kuch bilan zarba berishdan yaxshiroq-ku. Faqatgina 3 kun. Iltimos sizdan menga o'rgating. Meni kuzating. Faqat bir marta ko'rsataman. Qancha o'rganish o'zingizga bog'liq. Urinib ko'r. Qaytib keldingizmi? Keling, so'ching. Men hozirgina o'sha ayol uchun bir ish U qildim. bugun ertalab qaytib keldi va ketdi. Muammo chiqarmaslik uchun oldingi okruga ketganini aytdi. Ha, u yaxshi odam. Aytgancha, general o'zini Ling Yintay deb atadi. U haqida eshitganmisan? Li Yintay. Imperator gvardiyasi qo'mondoni Sima Dojining qarindoshiga o'xshayapti. U qandaydir yuqori lavozimda. Lavozimli, lekin juda yuqori emas. 5-darajali amaldor, xuddi otam kabi. Hokimiyatda shunchaki u so'zlariga tayanar edi, lekin uning otasi harbiylar va hokimiyatga ega. Shimoliy Liang imperatorining odami. Lekin men uni o'g'li borligi haqida eshitganman, qiz emas. U o'zini erkak qilib ko'rsatgan bo'lishi mumkinmi? Aytish qiyin. Lekin erim, shuni yodda tutingki, u odamdan faqat qo'llab-quvvatlash uchun foydalanish mumkin. Bizning joyimiz imperator sudini oldida emas. Nimalar deyapsan? Erim, mahalliy hududlarni bilmaydi. Shimoliy Liangda ko'proq gubernatorlar bor. Ular imperatorlar kabi. Masalan, Yo'zxo gubernatorlarida hokimiyat yo'q. Bu biroz o'xshash. Yan Yunning 16 ta prefektura holati 5 sulola va 10 qirollik davrida holat biroz o'zgargan. Bu yerda keyingi Han sulolasi hukmdor emas. Ki Dailang, bu yerda qandaydir jang sivilizatsiyasi bor. Seningcha Li Yintay Jia Dushi lavozimiga erishgan deb o'ylaysanmi? Otam amaldorlar tomonidan lavozimi tushirilgan, impotentli. Chunki u Yo'zxo Dushini himoya qilgan edi. Hokimiyat haq yoki nohaq bo'lmaydi. Ular faqat manfaatini o'ylaydi. Otang, qaynotam hali ham binoda bo'lishi mumkin. Xavotir olma, otangni albatta topamiz. O'sha lavozimga albatta erishaman. Erim mehribon, lekin bu masalada shoshilmaslik kerak. Bu haqda hech kimga aytmang. Bu dunyoda hamma narsa bekor, faqat harbiy kuchdan tashqari. Sen haqsan. Xo'p, erim. Keling ovqatlanamiz. Singillarim ovqat tayyorlashda. Bugun kechki ovqatdan keyin ertaroq dam olaylik. Xo'p. Bu Xitoy yangi yil dasturxonidan ham dabdabaliroq bo'pti-ku. Qani, hamma ovqat yesin. Siz bundan ko'proq yeyishingiz kerak.
Axir u yoqda ovqatlar qanday bo'lishini bilmaysiz. Siz u yoqqa borganingizda o'zingizni unchalik ko'rsatmang, maqtanmang. Biz uchalamiz sizni tirik qaytib kelishingizni kutamiz. Hoppa, bu nimasi endi? Men yangi askar bo'lsam, borishim bilan darrov meni jangga qo'yishmaydi. Menda lagerda 1 oylik kurs vaqti bo'ladi. Mabodo jangga borgan taqdirimdagi ham qo'limdan nima kelishini bilmaysizlarmi hali? O'sha kunlarni albatta kuting. Hali qaytganimda ko'plab mukofotlar bilan kelaman va birgalikda yaxshi hayot kechiramiz. Lekin xonimlar, men ertaga ketyapman. Balki bugun tugalamagan ishni davom ettirarmiz, a? Menimcha men buni qila olmayman. Nega? Qandaydir muammo bormi? Nima bo'ldi o'zi?